Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Biz mana shaffof tonirovka yopishtirish jarayonini olib boryapmiz sizlar uchun. Mana hozir oynani vitrajlarni ikkita cheti zirkalni, ya'ni o'sha ko'zgusimon plyonka yopishtirilgan. Endi kunduzi bu teskari effektga ega bo'lib, tashqaridan xuddi shunaqa ko'zguga o'xshab qoladi. Shuning uchun buyurtmachi bizga shaffof plyonka yopishtirib beringlar deyishdi. Mana hozir o'rtadagi vitrajga biz shunaqa shaffof plyonka yopishtiryapmiz. Plyonka asosiy maqsadi shu ichkaridagi mollarni, ya'ni shu tovarlarni quyosh issig'idan himoya qilish, ularga shu ultrafiolet va infraqizil nurlarini dan kelgan zararni oldini olish. Mana bu do'konda ko'rib turibsizlar, shunaqa tekstil va hokazo har xil idishlar, to'plamlar, shunaqa uy jihozlari sotiladi. Endi men yana nima deyishim mumkin? O'zi asli eng kuchli plyonka shu ko'zgusimon, shu zirkalli plyonka hisoblanadi. Ham termallik darajasi, ham shu quyosh qaytarish koeffitsiyenti baland bo'ladi ularda, lekin bularni bitta shu mijozlar uchun salbiy, buyurtmachilar uchun salbiy tomoni tashqaridan ko'rinish pasayib ketadi. Bu hozirgi mana kechasi tashqaridan ichkari ko'rinadi, tashqari ko'rinmaydi, mana ko'zgusimon bo'lib qolgan. Kunduzi aksi bo'ladi, ya'ni tashqaridan ko'rinish ko'zguga o'xshab qoladi, ichkaridan ko'raverasiz. Mana o'sha atirmal xususiyati shaffof plyonkalarga nisbatan baribir ko'zgusimon plyonkalarda baland bo'ladi. Lekin shu xalq iste'moli mollari, butiklar, kiyim-kechak, oyoq kiyim va boshqa suvenirlar sotadigan do'konlar asosiy talabi shu tashqaridan ko'rinish yaxshi bo'lishi kerak, chunki ichkaridagi vitraj, vitrinadagi mollar ko'rinish kerak bo'ladi. Shuning uchun shunaqa moslab shaffof qoplamani biz topib hozir montaj qilib berish jarayonini sizlarga video tasvirga olib beryapmiz. Obuna bo'linglar, like bosinglar, kanalni kuzatishda davom etinglar. Buni Xudo xolasa yaqin kunlarda, shu bir kunlarning ichida ham videosini, ham jonli efirini olib beraman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar, kanalni kuzatib boringlar. Keyingi video, keyingi efirlarga ko'rishguncha